Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar kanalim kuzatuvchilar. Bugun qaranglar kuzatuvchilar, mana nima deb o'ylaysizlar? Nima tayyorlayapman deb o'ylaysizlar? Ko'pirganini qaranglar, buni ko'pirganini. Chalob tayyorlayapman, chalob. Xo'jayinimga. Mana bunaqa chakkidan. Mana bunaqa chakki. Qishloqni chakkisi. Ko'pirib ketdi-da, mana bunga tegib ketdi. Yaxshimisizlar kuzatuvchilar? Issiqlar bilan qiynalmayapsizlarmi? Kecha rosa boshimdan issiq o'tib, ancha mazam qochdi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir mana buni chakka oldim. Endi gazirovanniy suvga tayyorlayapman. Qani? Ozgina tuzi kam va chakkisi kam. Hozir chakki solaman. Suzmada endi nima deydi? Suzma deymi, chakki deymi? O'zimizni jaydari tilda aytyapman ya. O'zingizlarda nima gaplar? Hammani sog'ligi joyidami? Sog'likdan gapiringlar. Eng muhimi, kecha juda ko'pchilik kommentariya yozdi menga. Nevaram nimaga basic zamin o'tyapti institutga deb. U opamizni tabriklayman. Yana bir opamiz nevaralik bo'ldim deyapti. Yana bir opamiz kelin oldim, kelinimga, farzandimga, o'g'limga soliha, qoriya farzandlar berishini so'rayman deb u kishi kommentariyada yozyaptilar. Shunchalik meni o'zlaringizga xuddi o'zingizni singlingizday yaqin olib kommentariya yozyapsizlar. Men bundan nima deydi, boshim osmonga yetgulik darajada xursandman. Hozir soat millari 12:00 ni ko'rsatmoqda. 17-iyunda xudo xohlasa mana saratonga ham yetib keldik. Mana shu saratonda juda ko'pchilik odamlar o'ziga mana shu yurak kasalini, insult kasalini orttiradi, sababi o'zini ehtiyot qilmaganidan. Shuning uchun o'zlaringizni ehtiyot qilishlaringizni so'rayman. Mana bunday sirli kastrulchaga qilyapman. O'zidan hech qanday chiqarmaydi deb, xudo xohlasa. Hozir xo'jayinim ketganlar. Keladilar, kelgunlariga qadar mana shu chalobni muzdagina qilib, Toshkent suvi deymiz o'zimiz. Ana tilda aytganda, qo'limda syomka qilayotganim uchun bir qo'limda shtativga o'rnatmadim-da. Men aytdim, kuzatuvchilardan bir hol-ahvol so'rab qo'yay dedim. Endi bugun rolik ola olamanmi, ola olmayman. Kecha ham yarim kechagacha aylanib keldik Jizzax shaharni. Bordik, ovqat yedik, o'tirdik, ichdik. Marojniy yedik. Soat o'sha payti 11:30-12 bo'layotdi. Marojnixonalar ishonsalaringiz to'la odamda. Hayron qolasizlar. Endi bo'lgandir, ha? Mana ichida rayhonlari. Faqat tuzi kam edi, tuz solaman. Tuz. Mana shu chalob rosa anoni oladi-da. Issiqni oladi. Xolodilnikda tarvuz bor, muzday, kompot bor. Men o'zi uncha chakkili, sutli ovqatlarni unchalik ham xush ko'rmayman, lekin xo'jayinim Sulaymon, ikkinchi o'g'lim Merojjonim yaxshi ko'radi. Endi kechga go'ja qilaman, balkim o'shani syomka qilarman. Qani, endi ichib ko'raychi. Muzdayligi sal yetishmayapti. Hozir xolodilnikka qo'yaman, xudo xohlasa muzday bo'ladi. Muz ham bor xolodilnikda, muz bor, muz. Men yetishmayapti. Muz. Mana limonoviy, olmali nima? Hurmatli kuzatuvchilar, mana bunaqa shaftoli sizlarda ham chiqdimi? Anoli, nima? Anjir shaftoli. Shunaqa shirin ekan. Bozordan 8.000 so'mdan 2 kiloni olib keldim. Sulaymonjonga artishlab bersam, Sulaymonjon shunaqa yaxshi ko'rib yesa, birinchi yemayman aya dedi. "Voy, sen yeb ko'r, baraka topkur" dedim. Bu zo'r narsa. Keyin yeb ko'rib, "Ha, aya zo'r ekan" dedim.
Muzdaygina turibdi, muzday. Yuvib xolodilnikka qo'yib qo'ydim hozir. Birinchi yuvilmagandi, endi hozir yemoqchimiz, shuning uchun muzdaygina tursin dedim. Chalopimiz tayyor. Chalopni xolodilnikka qo'ydim. Mana bu nimani ham hozir yopaman. Mana krishkasini yopib, buni ham xolodilnikka qo'yaman. Tuzlangan. Mana bunaqa zelin solingan, ichiga rayhon solingan. Buni yeymiz. Yana boshqa narsalarimiz bor, xudo xohlasa. Hammaga sog'lik tilayman. Eng muhimi sog'lik. O'zingizni mana shu issiqlarda ehtiyot qiling. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling, Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.